Salom hammaga, yaxshimisizlar? Hozirgi ochirimimiz aqlizdagi insonni ko'rib chiqamiz. Aqlizdagi inson uchun ochirim bo'ladi. Ikkita karta qo'ydim, ikkalasidan birini tanlang va energiyangizni yuboring. Aqlizdagi insonni hozirgi holati, sizga bo'lgan tuyg'ulari, sog'inchi, u общий qilib hammasini ko'rib chiqamiz. Blokdan ochadimi yoki yo'qmi? Faqat aqlizdagi inson uchun ochirim qilamiz. Tez-tez ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Birinchi variant, ikkinchi variant. Yoqqanini tanlagan bo'lsangiz, birinchi variantdan boshladik. Aqlingizdagi inson hozirgi holati, sizga bo'lgan hozirgi holati qanaqa holatda? Sizga bo'lgan holatlari qanaqa holatda? Aqlingizdagi inson qandaydir shoshilyapti. Aqlingizdagi insonni hozirgi holati, aqlingizdagi insonni sizga bo'lgan hozirgi holat qanaqa holatda? Sizga qandaydir qadamini otaman deb turibdi va siz bilan telefon orqali yoki SMS orqali gaplashib turgan bo'lishi ham mumkin hozirgi paytdagi aqlingizdagi inson. Hozirgi holati siz bilan nimalarnidir suhbatlashmoqchi, gaplashmoqchi. Bu aqlingizdagi inson hozirgi holatlarida deganimizda, hozirgi holatda bu aqlingizdagi insonda ikkita variant yoki uchta variant bo'lishi mumkin. Siz va sizdan boshqa insonlar ham, ko'z ostiga olib qo'ygan insonlar ham bor. Aqlingizdagi insonni sizga bo'lgan hozirgi holati, aqlingizdagi insonni sizga bo'lgan hozirgi holati qandaydir, hozirgi holati sizga so'nib qolganda, aqlingizdagi inson bu yerda zvezda kartamiz qandaydir teskari holatda tushyapti kartamiz. Sizga oldin yaxshi munosabatlarda bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi paytda so'nib qoldi. Sizga nisbatan tuyg'ulari ancha pastlab ketdi. Hozirgi holatlari qanaqa holatda? Sizga bo'lgan holatlari qanaqa holatda? Qandaydir oilalilar bo'ladigan bo'lsa, oilasida ham ozgina qandaydir notinchlik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Tez-tez urush, janjal, qandaydir ket oilamdan, keraging yo'q deb qandaydir urush, shunga o'xshagan narsalar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ayrim insonlarimizga bo'lsa, qandaydir telefon orqali suhbatlar, yaxshi holatlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ayrim o'rtoqlarimizni esa oilasi ham teskariga bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Chunki erkagingizni hayotida boshqa ayol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda o'sha ayolni qandaydir mahkam ushlab turibdi. Bu yerda siz qandaydir past urovenda qolib ketyapsiz va oilasini ham chekkaga surib qo'yganda o'sha ayol tomonga talpinishi ko'proq tushyapti bu yerda. Hozirgi holati, sizga bo'lgan hozirgi holati, sizga bo'lgan hozirgi holati. Siz o'zi qanaqa ayolsiz? Imperatrica, kuchli, baquvvat, yaxshi, oilani ham, ishni ham, bolangiz bo'ladigan bo'lsa, bolalarni ham qandaydir uddalaydigan, oilaparvar inson bo'lishingiz mumkin. Lekin aqlingizdagi inson sizni umuman teskarisiz. Qandaydir boshqa insonlarni deb turibdi. Bu variantda xiyonat bormi? Bu variantda xiyonat bormi? Albatta bu variantda xiyonat bor. Chunki koroleva chiqyapti. Bu yerda yonida mushugi bilan bu o'rtangizdagi ola mushuk mana shu ayol bo'ladi. Birinchi variantni tanlaganlarda bu yerda oilalilarni ko'p beryapti. Agar oilali bo'lmaydigan bo'lsangiz, qandaydir yaxshi ko'rgan yigitingiz yoki qizingiz bo'ladigan bo'lsa, o'shani hayotida ham erkak yoki ayol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zingiz ham bilayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizga ozgina sovuq munosabatda bo'lib qoldi. Agar eringiz bo'ladigan bo'lsa, kechasi qandaydir uyga kelmaslik odatlarini chiqargan bo'lishi mumkin yoki kech keladigan odatlarni chiqargan bo'lishi mumkin. Chunki boshqa ayolni o'ylab turibdi. Bu yerda albatta xiyonat bo'lishi mumkin, chunki bu yerda siz va boshqa ayol ham tushib berdi kartamizda. Endi bir-biringizni bloklab qo'ygan bo'lsangiz, bu yerda blokdagilar bo'ladigan bo'lsa, aqlingizdagi inson bir-biringizni bloklab qo'ygan bo'lsangiz, gaplashmayotgan bo'lsangiz, gaplashasizmi? Yana qayta suhbat bo'ladimi? Orangizda qayta suhbat bo'ladimi?
Albatta, qandaydir qayta yana suhbat bo'ladi, yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi va yana qandaydir yolg'izlanib qolyapsiz-da. Yana o'sha inson bilan orangiz bir yaxshi bo'lyapti-da, yana yolg'izlanib qolyapsiz. U inson yana ketib qolyapti baribir ham. Bu kartalarimiz shunaqa deyapti. Bir orangiz yaxshi bo'lishini aytyapti, bir yana yolg'izlanib qobig'ingizda yotishingizni aytyapti. Endi oxiri nima bo'ladi? Oxiri nima bo'ladi? Shu ko'rayotgan insoningiz sizni turmush o'rtog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, taqdiringiz bitta bo'lishi bormi? Taqdiringiz bitta bo'lishi bormi? Taqdiringiz bitta bo'ladimi? Taqdiringiz bitta bo'ladimi? Albatta bu yerda taqdiringiz ayro emas, taqdiringiz birga bo'lishi bor. Eringiz bo'ladigan bo'lsa, ayolingiz bo'ladigan bo'lsa, bir ozgina chalg'i bo'lar ekan. Qandaydir ikki yo'lni orasida o'sha turmush o'rtog'ingiz bo'ladigan bo'lsa yoki yaxshi ko'rgan yigitingiz bo'ladigan bo'lsa, qandaydir ikki yo'lni orasida turibdi, ikkita insonni qo'lida o'ynatyapti. Va baribir ham qandaydir bu inson yana sizga qaytib kelishini aytyapti. Tuyg'ulari bilan, sof mehri bilan yana baribir siz tomonga qaytib kelishini aytyapti kartalarimizda. Gaplashasizmi? Bu inson bilan qayta suhbat, qayta gaplashish, ko'rishuv, uchrashuv bo'ladimi? Albatta, qandaydir ko'rishuv, uchrashuv bo'lishi mumkin. Hozir bu yerda bu erkagimiz sizga ozgina mehr beryapti-da, ozgina yonidagi boshqa ayolga ozgina mehrini ulashyapti-da, siz bu yerda qolib ketyapsiz. Qandaydir sizga puldan ham yordam bermayapti va mehr ham bermayapti. Topgan pulini o'sha qandaydir ayol yoki qiz topgan bo'lishi mumkin, o'shanga sarflayapti, o'shanga beryapti. Siz bu yerda qandaydir xomush holatda qolib ketyapsiz. Aqlingizdagi inson bilan urushib qolganlar yarashasizmi? Yarashib keta olasizmi? Yarashib keta olasizmi? Yarashuv bo'ladimi? Yarashuv bo'ladi, lekin ozgina sovuqlik bor. Bu kartamizni tanlaganlarda ozgina sovuqchilik bor. O'rtangizga qandaydir o'sha ayol kishi tomonidan sovutma, nima desa bo'ladi, sehr ham ishlatilayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun erkagingiz sizdan ozgina sovib qolganligini ham kartalarimiz aytyapti. Endi taqdiringiz bir bo'lishini ko'rdik. Bu inson batamom sizga qaytadimi? Batamom sizga qaytadimi? Batamom sizga qaytadimi? Siz bilan ko'p urush janjal bo'lib qolyapti, ko'p urushib qolyapti. Qaytadimi? 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 U yonidagi ayol qandaydir sehr bilan shug'ullanadigan ayolni chiqarib beryapti. O'sha sabab siz ko'p urush janjal, tortishuv shunga o'xshab qolyapti. Qaytadimi? Bu inson batamom sizga qaytadimi? Albatta qaytadi. Qandaydir uchli raqamlarda sizga o'zi bu inson baribir ham qaytishini aytyapti bu kartamizda. Ikkinchi variantni tanlaganlarda ikkinchi variantni ko'rib chiqamiz. Aqlingizdagi insonni hozirgi holati, sizga bo'lgan hozirgi holati qanaqa holatda? Aqlingizdagi insonni sizga bo'lgan hozirgi holati qanaqa holatda? Aqlingizdagi insonni aqlingizdagi inson bilan xursandchiligingiz, ko'rishishingiz, uchrashishingiz menimcha bekor bo'lganga o'xshaydi. Aqlingizdagi inson sizga qilichlarni ko'tarib turibdi va teskari tonini kiyib olganligini ko'ryapmiz kartalarimizda. Aqlingizdagi inson hozirgi holati jahldor, asabiy qilichlari bilan turibdi. U bilan ko'rishaman degan bo'lishingiz mumkin yoki uchrashaman deb bora olmay qolgan bo'lishingiz mumkin yoki o'rtangizda nimadir sabab bo'lib, aqlingizdagi inson sizdan ozgina xafa bo'lib, ranjib qolib, ketib qolganini ko'ryapmiz. Aqlingizdagi inson sizni yaxshi ko'radimi? Aqlingizdagi inson sizni yaxshi ko'radimi? Bu yerda aqlingizdagi inson sizni yaxshi ko'radimi degan savolimizga qandaydir bu yerda aqlingizdagi inson bu siz bilan bo'layotgan munosabatlarni og'ir ko'ryapti o'zida. Bu munosabatlar charchatdi meni, baribir oxiri yo'q bu munosabatni. Qandaydir bu insondan ko'nglim qoldi, doimiy ravishda ko'p yolg'on ishlatadi deb bu yerda sizni aybdor qilyapti. Nima bo'ladi? Qandaydir bu aqlingizdagi inson siqilib qolgan bo'lishi ham mumkin. Bu yerda xiyonat bormi? Bu variantni tanlaganlarda xiyonat bormi? Xiyonat bormi? Xiyonat bormi?
Xiyonat bormi? Aqlingizdagi inson qandaydir nima deydi, oila qurgan bo'lishi ham mumkin, oila qurib ketgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun hamma narsa, siz o'rtangizdagi hamma narsa bitgan bo'lishi mumkin, tugagan bo'lishi mumkin. Ayrimlarimizda shunaqa holatlar ham bor. Hozirgi paytda, qandaydir urushib qolgan bo'lishingiz mumkin, bir-biringizdan sovib ketgan bo'lishingiz mumkin. Sizga nima deydi, oila qurish takliflarini berib, o'zi yo'q bo'lib qolgan o'rtoqlarimiz ham bor bu yerda. Nima bo'ladi? Bu munosabat tikkalanib ketadimi? Bu munosabat tikkalanib ketadimi? Bu munosabat tikkalanib ketadimi? Bu munosabat ko'proq urush janjal bilan nihoya topadi. Qandaydir urush janjal, g'alaba to'paling, shunga o'xshagan narsalar bu yerda ko'payib bitib ketgan. Nima bo'ladi? Og'ir, bu munosabat og'ir tikkalanadimi? Yaxshi holatga chiqib ketadimi? Tikkalanadimi bu munosabat? Bu munosabat tikkalanadimi va bunda xiyonat bormi? Xiyonat bormi? Bunda xiyonat bormi? Bu inson o'zini boshqa insonlarda sinab ko'rmoqchi. Sizdan boshqa ayollarda yoki qizlarda sizni qandaydir sinab ko'rmoqchi o'zini. Siz tomonga yo'llarini yopib qo'ygan va doimiy siz bilan urush janjal, shunga o'xshagan narsalar bo'lgan. Bu insonni qandaydir tuyg'ulari ham hozirgi holatda so'nib qolganini aytyapti kartalarimiz. Bu munosabatda yarashuv bo'ladimi? Yarashuv bo'ladimi? Bu munosabatda yarashuv bo'ladimi deganimizda qandaydir ko'rishga harakat qilgan bo'lishingiz mumkin yoki u harakat qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda hozirgi paytda erkak tomonidan umuman hech narsa ko'rishishni ham, uchrashishni ham xohlamayapti bu yerda. Nima bilan yakun topadi? Bu munosabat nima bilan yakun topadi? Bu munosabat nima bilan yakun topadi deganimizda, bu yerda bu inson oilamga qaytdim deyapti. Bu yerda qandaydir oilamga qaytdim. Man oilamni tanladim, seni tanlamadim. Man oilamni tanlayman deyapti. Oilalilar bo'ladigan bo'lsa, agar oilasizlar bo'ladigan bo'lsa, man sendan boshqa ayolni tanladim. Man boshqa ayolni tanladim, man o'shanga uylandim yoki man o'shanga turmushga chiqdim. Xullas, man o'zimni oilam bilan baxtliman. Senga xayr deyapti kartalarimizda. Rahmat hammaga.